Oldin bizda mana O'zbekiston uchun biznes juda ham yoshda, 15 yilda odamlar endi sekin qilyotgandik, boshlayotgandik. Mana gullab yashnadi. Mana shu oxirgi 5-10 yillar orasida juda zo'r nima qildi, rivojlandi. Va bizga ishchilar juda ko'p edi. Biz hech nimani tushunmasdikda, ishchilar ovurardik oldin. Masalan, rekomendatsiya qayerdan paydo bo'ldi? Hozir nimaga biz har kimni ham ishga qabul qilmayapmiz? Chunki oldin odamlar meni любой joyda ishga olishaveradi. Sen bo'lmasang boshqasi deb ketib, lekin hozir hamma biznes egalari tushundiki, menga ishlaydigan xodim kerak. Menga kelib, keyin sudma-sud yurib, mana ishladim, keldim, ishlamaganmiz, ertalab kelgan, kechqurun ketgan, lekin KPI degan narsalarni tushundi, biznes egalari plan degan narsalarni tushundi va bu ketishdan oylik olinmasligi, meni faqat sudga beraveradimi deb, уже biznes egalarida ham xodimlarga nisbatan talab paydo bo'ldi. Va hozir bu narsani men to'g'ri deb o'ylayman, bu faqat rivojlanish orqali bo'ldi. Ya'ni biznes egalari charchadi ko'p narsadan. Bu zo'r. Keyinchalik aytaylik, partnyorstvani ham kutyapmiz inshaalloh. Biz ham sekin-sekin xodimlarga bu sizga nima emas, aytaylik, xodim sifatida kelmayapsiz, siz partnyor sifatida kelyapsiz deb olinyapti. Do'g'rili, umuman boshqacha. Bu уже yana kelayotgan xodimlarga ko'proq talab qo'yilishi. Masalan, u o'zini ustida ishlaydimi, qanaqa klublarga boradi, qanaqa treninglarga boradi, konferensiyalarga boradi. Ya'ni o'zini ustida ishlashi borgan sari hozir muhimlashib boryapti. O'sha uchun rekomendatsiya hozir eng minimalniy требованияларdan bittasi.